Yana bir bor assalomu alaykum. Hurmatli obunachilarimiz va YouTube kanali kuzatuvchilari, Andijondan gapiramiz. O'shala ayyomlar muborak bo'lsin. Musofirda mashaqqatli ishlar bilan birga Allohning roziligini ham unutmay roza tutayotgan qadrdonlarimizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Akalar, Captiva 3 to'r bo'lgan holatini rasa ham tiniq holatda esib qoldi. Darrov e'tiboringizga havola qilishni ma'qul topdik. Xullas ilindim. Captivamiz Captiva 3 to'r bo'lgan varianti 2013. 135 ming yurgan mashina. Original zapchastlarda to'r bo'lgan. 4 ta yangi yumshoq balon. Xullas yilga oxirigacha krugovoy tonirovkasiga ruxsatnomalari bor. Mashinada propan gazlar ustanovka bo'lgan. Mashina minishga tayyor. Расходni RSO deyman-u. Ashi mashinalarning bittasi mana shu. Mana. Bitta hujjatni qilib olib haydalsa bo'ldi. Mana. Qo'jalariga ham e'tiboringlar, mana dinalari ham. Chaman turibdi mana monitorlari. Mana. Mashina mana 135.308 kilometr yurgan. Mana. Orqa salonlar. Mana dinalar. Litskilari ham joyida, orqalari ham asal turadi. Mana gaz tarafdan. Xullas mashina maza qilib haydaydigan. Kiraskalari top-toza. Xullas minishga tayyor. Mana motorlari ham tiniq holatda turibdi. Xullas 3 li motorda bo'ladi, polni привод bo'ladi. Mana reduktori ham Euro reduktor. Xullas mashinamizni 12.200 dollarga berib yuboramiz. Buni Devo moshtalarga barter. Hop. 6-7 ming puli borlarga bank ham qilib bersak bo'laveradi. Ko'ringlar. O'zbekistonning hamma viloyatiga dostavka qilib yetkazsak ham bo'laveradi. Yoqqan bo'lsa pastda nomer qoldiramiz. Tezda aloqaga chiqamiz. Captivani o'g'li bolasi sotuvdi. Mana. Xullas bu Malibu'imiz, bu Captiva, bu 10 to'rimiz. 10 to'rimiz ham mana shunaqa. Xullas 12 mingga qo'shsa berib yuboradigan. O'z Captiva 1. Mana Malibu'ni qorasidan so'raganlarga bu ham obzorlarini ko'rsatganmiz. Buni 12 mingdan o'tib bersak bo'laveradigan Malibu 1 2013. Malibu 1. 3-paysa avtomat korobka. Xullas mashinalarimiz sotuvda. Ko'ringlar, mashinalarimizdan tanlaylar, xudo xolisa. Yana tushunmagan gaplarni telefonda, Telegramda, WhatsAppda gaplashamiz. Hammaga yana bir bor qo'shaloq ayyomlar muborak bo'lsin. Bizdan uzoqlashmanglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Hammaga omad. Bu mo'q Ramazonda tutayotgan ro'zalarimiz, qilayotgan ibodatlarimiz dargohida qabul bo'lsin. Bu ro'zadorlarga atalmish rayon eshigidan barchalarimizni jannatlarga kirishlik hammamizga nasib qilsin. Salomat bo'linglar. Rahmat e'tibor uchun.